ular Allohni unutdilar deyapti. Qarang, Xudo asrasin, Allohni unutdilar. Wala takunu kallazina nasulloh. Ey bandalar, ey odamlar, Allohni unutguvchi bo'lmanglar deyapti. Allohni qaysi yo'l bilan unutamiz? Mana bugun alhamdulillah mana shu yerda bitta g'ayri din yo'q, rus millati yo'q mana shu yerda. Koreys millati yo'q yoki boshqa ingliz, fransuz millati yo'q. Hammasi musulmon millatimi? Musulmonmisizlar? Musulmonmisizlar? Nega bugun bomdod namozi o'qimaganlar bor oranglarda? Qaysi til bilan musulmonman deyapsiz? Musulmonchiligingizni qanday isbot qilib berasiz? Qani isbot qilib bering. Men bugun bomdod namozini o'qimadim, to'g'ri. Lekin men musulmonman dingda, kecha men 5 mahal namozni o'qimadim. Men musulmonman dingda isbot qilib bering. Guvoh ko'rsating, hujjat keltiring. Namoz o'qimasdan turib musulmonman deyishingiz shariatning qaysi qonuniga to'g'ri keladi? Qani aytingchi, qaysi qonuniga? Farzigami, vojibigami, mustahabigami, sunnatigami, haromgami, makruhgami, mubohgami, qaysi qoidasiga to'g'ri keladi?